Yo, yo bora buni tushirsa sizlar olamansizlar. Duba bola. Bugun biz mana FK Mobile o'yinimizda kompak qilishga harakat qilamiz va boshidanoq promokod va sovg'amizni ishlatamiz va 115 118 pak 115 118 pak va bundan bizga maksimalni 118 kerak. Hop, walkout. Qati va qati 115. No, qachar men bilmayman. Ochko qo'shiladi. Endi Defender Def guruhiga o'tamiz va bu yerda Neuer, Diamonde, Rem, Sumwelle degan o'yinchilar kelibdi. Bu yerdan maksimum Beckenbauer bilan Neuer kerak. Neuer ham janasi lekin bundan chiqim kerak emas menga. Bundan o'taylikchi. Botdan ham bitta mana bu mana bu shu faqat mana Bondi kerak bo'ldi. Qolgani kerak. Mana shu. Va 3 ta draft tokenimiz bor. Mana shuni ochsa bo'lardi menimcha. Lekin bu taniqli o'yinchilar yo'q-da. Rekord holdersga kirgilicha Legendi rekordov. Bu yerda Totti, Francesco Totti, Alan Shearer, Trent Alexander-Arnold, Fiori, Dominic Szoboszlai. Bundan Totti, Alan Shearer va Trent Alexander tavsiya qilaman. Buni RB emas, Apornikka ko'proq qo'ygan yaxshi. Bu PZda emas mana. PlayStation'ni ham ko'rgan holda buni ko'proq Apornik qilib o'ynatgan yaxshi. Mana Alan Shearer. Bu dальний udar ekan buni stili. Bosib turib tepish. Keyin bu zo'r lekin. Masalan, 150, 153 udar 134 pasni hujumchiga pas kerak emas, lekin driblingga 1.03 ekan, sal pasroq. Francesco Totti. Buni ikkita playstyle bor, chunki Prizma bu yonga qilib udar tepadigan bo'ydan tashiydigan playstyle bor ekan. 154, 151, 152, 150 va oyoq 5 ga 5 zo'r. Ikkitasini endi tushsa iloji yo'q bo'lsa o'ynatsa bo'ladi. Lekin joy kerak. Keyin mana Beckenbauer, Manuel Neuer, Diamonde. Diamonde levaga yaxshi chiqqan, lekin mana shuni ochamiz. Davay. 1-3 ketdi. Va emblemiga shu bo'lmadi. Sabah. Yana bitta emblemiga shu bo'ldi. 5 ta faqat. At JT. Endi 3000 tokenga olamiz. 3000 ga draft token va yana 5 ta. Matuludi tushdi bizga. Endi hamma tushgan o'yinchilarimizni shartga beraveramiz. Shartga mana. Beckenbauer eng arzon ketdi.
Mashi yaqinda yegan 117 talar bo'yicha eng arzoni Beckenbauer 120 talar bo'yicha o'zi. Jorginho qoladi, uni almashtirishimiz kerak. Zidane bilan ham ketadi. Keyin Ronaldo ham ketishi kerak o'zi, lekin qolib tursin. Lekin yaqinda bo'lgan o'yin uchun ham ketishi kerak bu. Shart kerak bo'lib qolsa almashtiraman. Hozir shular ham bo'ladi. Men 5 ta va 4800. Menga normalniy CM kerak. CM qidiryapman. Nima kim? Aytsan hozir. Mana akkauntim 124. Shundan men mana shuni almashtirishim kerak. Roykinni. Mana Ronaldo'ni o'rniga buni qo'ydim. Bu endi menga kerakligi uchun, chisto over uchun qo'ydim. Perisic. Ну, mana play stili. Men play stil son bilan birga bir zo'r tushyapti. Oyoqi ham 5 ga 5. Ну, yaxshi. Keyin men yaqinda son kartasini oldim. Mana Son Heung-min kartasini oldim. Bu Pedri bilan birga qo'shilib juda ideal o'ynayapti. Juda. Pedri bu shunaqa chiroyli pas berib qo'yadi, bu aylantirib gol uradi. Buni play stili shu 9 taliga foydalanish. Play stili 9 taliga foydalanish. Oyog'i 5 ga 5 bo'lgani uchun ikkala oyoqda ham juda zo'r tepadi. 163 pas, 200 dribling, 1 obrona, 200 подготовка. 200 bo'ldi degani bu 85-minutgacha zo'r o'ynab beradi. Ham buni ikkinchi pozitsiyasi LVD ham o'ynaydi. Chap qanot kraynik bo'lib o'ynaydi. Bu zo'r. Mana bu. Oldimanda Karl kartasi turardi, 117 o'shani o'rniga qo'ydim. Neymar kartasi bor. Trenerovga berib qo'yamiz. Yangi CM olmagunimcha, mashina ishlatib turishga majburman. Opa, kaka ketib qolar ekan bu. 29 ham bo'ladi hozircha. Endi hozir bu yerdan bir ikkita o'yinchilar almashtirib rank olamiz. Keyin bu yerda mana so'ng kartasini oldim. Mana Mateus Cunha kelibdi, yangi o'yinchi. Mateus Cunha. Просто statlari zo'r. Menga so'ng kerakligi uchun, o'zim ham so'ngni fanatligim uchun olganman. O'zim masalan forward kerak bo'lsa, mana men forwardda ham o'ynar ekan. Forward kerak bo'lsa olardim, lekin buni ham stili 9 taliga paylash ekan. Oyog'i 5 ga 4. So'ngni fanatligim va so'ng ham forward kerakligi uchun oldim. Повышение rankdan bundan almashtirib olamiz bir ikkita o'yinchilarimizni. Bizga kerak emas va ishlatib bo'lmaydigan mana bu kartlarni berib yuborib. Ishlatmaydigan kartlarimni berib yuborim. Undan ko'ra 100 ta olganim yaxshi. Bu bo'ladimi? Bo'ldi mana yaxshi. To'xta. 80 beraversa ham bo'ldi.
Ana endi 100 ta rangga повышение rang bizda ham 42 bo'ldi. Bu ikkita odamni full qilishga yetadi. Qolganini keyin safar qilamiz. Keyin mana bu record holdersdan kuniga 2 tadan draft olsa bo'lar ekan. Mana sizlarga maslahatim Diviziondan sovg'ani olib qo'ying. Sizlarga beradigan maslahatim mana Subslive'dan, rejim treynerdan, rejim испытаниyadan har kunlik 500 tadan beradigan sovg'ani olib qo'ysanglar bu zo'r. 2 yonisini 50 ta 5 kunda 250 ta degani bu. 5 kunda 250 ta bu yaxshi. Kuniga 50 ta berib turgan. Va hammaga xayr. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna, videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qilgan bo'lsanglar rahmat.